Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Marhamat, gapni qisqaroq qilaman-da, birinchi she'rimni o'qib beraman va shundan keyin izohlayman. Sarlavhasi: kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Ertalab barvaqt turish qiyinmi? Uyqu g'olib kelmoqdami tonglari? Eslab qoling, buning oddiy yechimi: kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Bilaman, kechasi birda uxlaysiz. Bilaman, barchasidan bor xabarim. Ba'zida tunlarni kunga ulaysiz. Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Instagramga 5 minutga kirasiz. Qarabsizki, darrov bo'lar tun yarim. Post lentaning oxiri yo'q, bilasiz. Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Futbol ko'rasizmi yarim kechgacha? Muxlisdirsiz balki Barsa, Realning. Futbol bugun kerak, lekin ertachi? Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Sevgan jamoangiz o'tkazib qo'ysa, hech narsa yoqmaydi, bor xabarim. Alamini olmang uyqudan rosa. Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Faraz qiling, bu Instagram bozori. Faqat kech soat 10 gacha ishlar u. Ro'yxatla xaridga ulgurib qoling. Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Uyqu kelmadimi? Kitob o'qing-da. Bir o'q bilan 2 quyon urasiz. O'qish ham ko'zga-yu, ham o'zga foyda. Kunni bir kun oldin boshlang, do'stlarim. Kundalik yuriting, kunda o'tirib. Kun boshi soat 10 uyquga yotish. Davomi soat 5 uyqudan turib, tanani va ruhni birdek uyg'otish. Alisher so'zini xoh oling, xoh olmang. Balki o'xshar ma'nosiz safsataga. Mantiqan o'ylang-u, maqolni eslang. Quloq sol, yo'q kichik, yo'q bir kattaga. Shu bilan she'rimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, tushunganlar tushundi. Endi izoh berib o'taman. Bu yerda gaplarimiz avvalo sarlavhadagi kunni bir kun oldin boshlang deyotganimki, ya'ni ertalab demak barvaqt turish kerakmi? Niyat qilyapsizmi? Siz demak amalda, ya'ni harakatni bir kun oldin soat 9 da 10 da boshlang, ya'ni barvaqt uxlang. Shunda ertalab soat 5 dami 6 dami uyg'onish qiyin bo'lmaydi. Kechqurun 2 da uxlagandan keyin ertalab tabiiyki turish qiyin-da. Ming niyat qattiq bo'lsa ham miya to'yinmagan bo'ladi. Turish qiyin. Ikkinchi tomoni, Instagramga 5 minutga kirasiz. Bilasiz, lenta, post, reelslarda oxiri yo'q, tugamaydi. Millionlab video bor Instagramda. Tugatish qiyin. Siz shuning uchun unga vaqtingizni cheklab qo'ying-da, yarim soat 15 minut deb qo'yib, vaqt doirasida ko'rib chiqing. Futbol ko'rasizlar. Futbolda hisobini ko'rib qo'yasizmi? Sharhini ko'rib qo'yasizmi? Ertasiga ko'rish mumkin, bilaman. Shuning uchun o'zingizni qiynamang-da, kechqurun ko'rmasdan uxlang shunchaki. Keyingisi esa Instagramda bozorga qiyoslayapman. To'g'ri, Instagram bozorga o'xshaydi. Bozorga borayotgan paytda odam ro'yxatni qilib borsa, ya'ni nima olishini aniq qilib borsa, shunda qiynalmaydi. Vaqtdan ham, puldan ham zo'r bo'ladi. Endi Instagramga kirayotgan paytda shuning uchun nima ko'rishni xohlaysiz o'zi avvalo, nima kerak sizga, nima manfaatli, shuni bilib, ro'yxatni aniq qilib kiring va keragini ko'ring, chiqib keting. Bo'ldi, yechim shu. Keyingisi esa kitob o'qing deyapman. To'g'ri, uyqu kelmayaptimi? Kitob o'qing. Ya'ni bu ham ko'zga foyda, ham o'zga foyda. To'g'ri. Ya'ni telefonga qaramasdan kitob o'qiysiz-da, ham ko'z charchaydi, uyqu keladi, ham bilim olasiz. Yaxshi-ku. Keyingi xulosamiz shu edi ekan, ya'ni ertaroq turing deyapman, ya'ni ertalab soat 7 da uyg'ongandan keyin, u turgandan keyin miya hali to'ymagan bo'ladi va charchoq bo'ladi birdaniga. O'qish ham yoqmaydi, ish ham yoqmaydi. Shuning uchun ertaroq tursa, tana moslashib turadi. Xuddi mashina singarda, mashina birinchi qizdirib olasiz, keyin yurgani singari moslashib olasiz. Qisqasi shunday gaplar edi. Rahmat kattagan, salomat bo'linglar.